Do'stlar, muhtaram mehmonlar, hurmatli professor o'qituvchilar, aziz talabalar, hurmatli tadbirimiz, aziz qatnashchilari. Добрый день, здравствуйте, наши уважаемые дорогие гости, профессора, студенты и, конечно же, наши любимые педагоги. Мы рады вас видеть сегодня на нашем торжественном мероприятии. Assalomu alaykum aziz do'stlar, bugun tadbir ishtirokchilari, hurmatli mehmonlar, talaba yoshlar, aziz ustozlar, mana shunaqa ko'tarinki kayfiyatdagi bugungi tadbirimizga xush kelibsiz. Hurmatli azizlar, bugungi tadbirimiz Toshkent davlat texnika universiteti nufuzi va salohiyati dunyo miqyosida e'tirof etilib, u ilk bor QS World University Ratings 2026 ro'yxatiga kiritildi. Bu oddiy natija emas. Bu yillar davomida ter to'kib, fidokorona va sadoqat bilan mehnat qilgan butun jamoaning g'alabasidir. Poytaxtda universitetlar ko'p bo'lishi mumkin. U xoh bo'lsin davlat yoki nodavlat, lekin o'zini yo'nalishiga, o'zini pozitsiyasiga ega bo'lgan universitetlar qatorida Toshkent davlat texnika universiteti borligi va u esa xalqaro darajadagi ro'yxatga kirganligi tashkil buyurgan va mana shu siz orqali butun 20 mingdan oshiq o'zini kuchiga ega bo'lgan universitetni bugun haqiqatda xursand qilyapsiz degan umiddamiz. To'g'rimi? Спасибо большое за ваши аплодисменты. Что ж, хотелось бы поделиться еще одним и самым важным радостным событием. Победа выпускников. По индикатору наш университет во всем мире самый сильный среди 700. И среди высших образовательных учреждений занял 540 место. Это говорит о наших выпускниках, что они нашли свое место, делают большой вклад в общество и достигают больших высот. Этим гордым достижением мы рады, что сегодня делимся вместе с вами. Сегодня же мы видим в этом зале гордость и радость в ваших сердцах. Пусть сегодняшнее мероприятие подарит силу для достижения новых высот и новых побед. Давайте сегодняшний весь вечер, весь день исторически посвятим этому прекрасному событию. Мархамат. Hurmatli azizlar, bugungi haqiqiy bayramona tadbir bilan siz azizlarni muborakbod etish uchun so'z Toshkent davlat texnika universiteti rektori, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi hurmatli Turabjonov Sadriddin Muhammadjonovichga qarsaklar qiladi. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli hamkasblar, hurmatli professor o'qituvchilarimiz, aziz talaba yoshlar. Haqiqatan ham ta'kidlangandek, bugun Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetida katta bir voqelik, katta bir shodiyona. Ya'ni jamoamizning yillar mobaynida olib borayotgan ilmiy izlanishlari, yosh avlodni tarbiyalashdagi fidoyi mehnatlari, ishlab chiqarish uchun yetuk mutaxassislarni tayyorlashdagi mehnatlarining samarasini mana bugun siz bilan biz birga nishonlanyapmiz. Ya'ni yuqorida ta'kidlangandek, QS World Universities Ratings natijalariga ko'ra, ya'ni dunyo oliy ta'lim muassasalarining reytingida Toshkent davlat texnika universiteti top 1000 talikka, ya'ni 901-950 o'rinlarni egallagani bilan aziz jamoadoshlar, barchangizni chin qalbimdan muborakbod etaman. aziz ustozlar
do'stlar, qadrli hamkasblar, bejiz bu kunni, bu daqiqalarni katta bir voqelik, shodlik sanasi deb ta'kidlamayotganim yo'q. Hozirgina ta'kidlangandek, universitetimiz o'zining 100 yillik tarixiga ega. Dastlab